Keliniz bilan chiroyli qilib yasatib, keliniz aytdi. Ha, bo'ldi, onasi, siz ham kirib bo'lmasa tayyorgarlik qiling. Bugun kechqurun bayramga ana raqqosalarni ko'ynagiga o'xshaydigan ko'ynagingizni kiyib oling. Ha, mayli, kirib turaver. Oybekjon, Ha, bo'ldi. Men ham Oybekjon bilan kiray bo'lmasa. Ha, hozir shoshmay turing, yo kira qoling. Siz aytgan narsani ham oldim. Oldingiz, ha, bo'ldi, kira. Bo'ldi. Kira Ona qoling. sizga ham chiroyli. Voy, aynan. Ha, kiravering deyapti. Ha, endi ha. Hozir. Aynan anaqa hozir ish borda. Xo'p, jonim. Ichkariga kiring, nima turibsiz? Kiring. Xo'p, o'tib olib, bu yoqqa kirmoqchi. O'ta qoling, assalom. Assalom. Aynan, jonim. Yo, yaxshi. Kiravering. Dada ishlari bor ekanda hozir 1 minutda. Olib keldim-da. Bo'ldi dedimmi? Kiravering ichkariga. Endi qayta Ana keling, aytsang o'zi oladi qo'lingdan, kira qo'y endi. Voy. Mana shunaqa baqirsangiz men ham qo'rqib ketaman. ona ancha qo'yib qo'yaveraymi? Voy, bu gaplashtirmaydi. Hozir mana bera qol, men qo'limga ber, Bo'pti, keliningizga beraman hozir. Bir paytlarda bolani shunaqa beparosat bo'lish ham foyda beradi-da. Nima qildim men sizga? Qiz, nima dedim men sizga? Nima qaysi raqqosa deyapti? Kallangiz joydami? 60 ga qarab ketyapti. Qanaqa raqqosa? Hazillashib gapirdim, prikol qildim. Qilmayman, chuchvara. Chuchvara qiling, kichkina bo'lsin. Qilma. Raqqosalar qulog'iga o'xshagan. Lop yutadigan bo'lsin. Qayerda ko'rdingiz raqqosani qulog'ini? Hazillashdim chuchvara. Chuchvara tezlashtirmay qilsin. Aylanib ketdi. Nargiz chehra oramijon ko'zlaringni yashir Mani qulog'iga qarab ayting. Mana raqqosa haqida gapirayotgandim. Mana raqqosa qulog'i haqida gapirayotgandim. Mana raqqosa yanog'i haqida gapirayotgandim. Prikol deyam tushunmaysiz. Chuchvara tezlashtirib bo'ldi endi. Xo'p bo'ladi. Tandirni jag'iga solib yopinglar. Xo'p bo'ladi. Qizarib. Xo'p bo'ladi. Bugun bir bayram qilaylik. Men hozir shunday tashqariga qarayman kelaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p, aynanisizda. Nargiz chehra o'rami